Assalomu alaykum yurtdoshlar, vatandoshlar, dindoshlar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana Imron Uz boshlig'i rahmatulloh orqali sizlarga murojaat qilib chiqyapmiz. Mana biz Farg'ona oblasti Tashlar rayoni 5 Varzak mevkisidan Beshtol qishlog'i Xolmatov Ibrohimjonni jigar sirosi mana oxirgi statiyasiga qoringa suv to'planib ishib, shuni tezda Hindistonga olib bormasa bo'lmaydi. Juda nochor oila. Ayoli va ukasi jigarini bermoqchi bo'lyapti. Shunga hammalardan yordam so'rashdi va iltimos qilaman. Mana mahalladoshi bo'laman. Shuni eshitib olib, mana bu rahmatullohga iltimos qildik. Bugun keldi. Mana ko'rib, yo'llar ko'rsatyapti. Hammalardan shularga ehson qilib, o'zlaringga bir oxiratga zaxira qilishni so'raymiz. Alloh taolo hammamizga bir-birimizga yaxshilik qilishga buyurgan. Kim ozgina misqol yaxshilik qilsa ham qiyomatda uni darajasini oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ana yo'riqlari bir-birimizga insoniylik, xo'p, tomondan yordam berish. Hammamiz ham oilamizda mana shunaqa ishlar bo'ladi. Bir-birimizdan xalqimiz, mahallamiz bilan, mana mahallamiz ham yordam beryapti. Eshitganlar kelib nima qilyapti, sizlarni ham shunga chorlab qolamiz. Ibrohimjon, necha yil bo'ldi endi bu kasharni boshlanganiga? 2021-yili bo'lgan. Birda tassimini jigar sirozi deb chiqishgan. Shundan beri har 3 oy 6 oyda davolanib oxiri muddati oilamni sharoiti, o'zimniki sharoitim ko'tarmaganligi uchun jigar sirozi deyishdi. Shuni Hindistonga borib jigar operatsiya qilish kerak deyishib Tavsiya beryapti. Tavsiya berishyapti. Shunga endi xalqimizdan, muruvvatpesha odamlardan so'rab olamiz yordam berishlarini. Va uylangan, 4 ta farzandi bor, 3 qiz, 1 o'g'il. Bularni baxt saodatini ko'rishni nasib qilsin, to'ylar qilishni nasib qilsin. Mana qizi turmushga chiqaradigan yoshda bo'lib qoldi. Tez kunda shularga oldini olib harakat qilmasak bo'lmaydi. Albatta, hojitovon. Mana bu hojitovonlar kelishdi, kelib mana chaqirdi. Holatni ko'rib turibsizlar. Ilohim sizlarni ham umidlaringiz uzoq bo'lsin. Rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Hech kim bemor bo'lmasin. Hamma ota-onasiga, bola chaqasiga buyurib nasib qilib, hammasi shifo topib yurishlikni Allohdan so'raymiz. Iltimos, mana shu yordam beringlar. İmkoniyatim qolmadi. Davolanishga ham pulim qolmadi ham, imkoniyati ham qolmadi. Amin. Alloh pak Parvardigoro barcha bemorlarning qatorida, yurtimizda, el yurtimizda, oilalarimizda mana shu bolaga ham shifo bergin. Shularning qatorida bu bolaga ham shifo bergin. Tez kunlarda mana katta mablag'lar shu yig'ilib, o'zini mana o'sha Hindistonga bormasa bo'lmasa ekan borib davolatib sog' salomat qaytib kelishni nasib qilgin. Bu uylardagi to'ylar, yaxshi kunlar bo'lishini nasib qilgin. Mana rahmatulloh Imron Uz kanaliga ham Alloh o'zing barakot bergin. O'sha yerda Hindistonda yurgan barcha bemorlarga Alloh shifo bergin. Shularning qatorida bu o'g'limizga ham shifo bergin. Rahmatullohning ishlariga rivoj bergin, tanjon sog' qilgin. Mana shunday ishlarda uzoq yo'llar xalqimizga, yurtimizga foydasi tegishini nasib qilgin. Barcha mana shuni ko'rib turib ehson qilayotgan barcha obunachilardan ham o'zing rozi bo'lgin. Qalblarida shar'iy niyalarga yetkazgin. Hammamizni ham Alloh pak Parvardigoro o'zini huzuringda maqom topgan mo'llalardan, payg'ambar alayhissalomda Alloh pak Parvardigoro qiyomatda qo'lidan havzi kavsar ichishlikni nasib qilgin. Jannatda yuzini beparda ko'rishlikni hammamizga nasib qilgin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi ashabi ajmain. Allohu akbar. Allohu akbar.